Axborot oqimi tobora kuchayib borayotgan bugungi kunda to'g'ri va yolg'on xabarni ajratish, dezinformatsiyaga qarshi kurashish har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa yosh ijodkorlar uchun bu ko'nikma kasbiy faoliyatlarda ishonchli ma'lumot manbai bo'lishda hal qiluvchi omil sanaladi. Shu maqsadda telekanalimizda taniqli jurnalist Beruniy Alimov ishtirokida seminar-trening tashkil etildi. Jahon matbuotida 2016-yildan boshlab fake yangiliklar so'z birikmasining ishlatilishi salkam 400% ga o'sgan desam ishonasizmi? Ha, afsuski bu fakt. Demak, texnologiyalarning rivojlanishi qulaylik, arzonlik va tezlikni olib kelgani bilan birga hayotimizdagi yangi xavf va xatarlarni ham keltirib chiqardi. Ayniqsa axborot olish va tarqatish borasida. Shundan kelib chiqib, telekanalimizda avvalo soha mutaxassislari, shuningdek tomoshabinlar uchun ham manfaatli bo'ladigan o'quv mashg'uloti tashkil etildi. Ko'tarilgan asosiy masala sun'iy intellekt yordamida yaratilgan foto, video, audio ko'rinishdagi deepfake'larni aniqlash bo'ldi. Misol uchun oldingi davrda jurnalistlarimizga ustozlar masalan 3 ta manbadan tekshirib keyin uzat deydigan bo'lsa, hozir o'sha 3 ta manbani aynan kerakli ishonchli instrumentlar yordamida, kerak bo'lsa yangi sun'iy intellekt instrumentlaridan foydalanishimiz kerak. O'sha TinEye bo'ladimi, masalan WebMe bo'ladimi va hokazo. Biz uchun sun'iy intellekt qaysi ma'noda, ijodiy ma'noda ham, fact checking ma'nosida ham faqat yordamchi xolos. Baribir oxirgi verdiktni, oxirgi so'zni jurnalist aytish kerak. O'quv mashg'uloti davomida dezinformatsiyani aniqlashda xalqaro tajribada foydalaniladigan zamonaviy fact-checking platformalari bilan ishlash o'rgatildi. Xususan, tinaiz.com sayti suratning qaysi manbada birinchi chiqqanini va necha marta e'lon qilinganini aniqlab beradi. Bu oldin berilgan xabarlarning qayta PR qilinmasligiga yordam beradi. Linang Data, Metadata, PMIS kabi saytlar ham turli ko'rinishdagi axborotlarning haqiqiyligini tekshiradi. Mana shunday platformalarning qanday ishlashi aniq misollar orqali ko'rib chiqilgan trening ishtirokchilari uchun yangi tajriba maktabi bo'ldi. Ana shu auditoriyadagi o'quvchilar, ya'ni bugungi o'quvchilarimiz, o'sha jurnalist hamkasblarimiz ko'zlari yonib tursa, bilimga chanqoq bo'lsa, albatta bu treningni yaxshi o'tgan deb hisoblash mumkin. Shuni nuqtai nazardan o'ylaymanki, bugungi My5 ijodkorlari bilan bo'lib o'tgan treningimiz izsiz qolib ketmaydi. Ertaga ularning ijodlarida albatta media savodxonlik bo'yicha yaxshi materiallar paydo bo'lishiga men qattiq ishonaman. Media savodxonlik karvoni loyihasi esa yana yangi manzillarda, yangi ishtirokchilar bilan davom etadi.